İşenç kirisi ko'rilganda qanday qilish kerak? Işenç bir jamiyat va kollektiv uchun intayin muhim. Işenç kirisi ko'rilganda intayin ig'ir oqibatlarni keltirib chiqardi. Undaqda ishonch krizisi masalasi yuz berganda qanday qilish kerak? Oldi bilan kishilar, shaxs, organ va kollektiv sifatida o'ziga o'rtaq bo'lgan prinsip, g'oya va nishonga erishish kerak. O'ziga tushgan mas'uliyat va burchni qat'iy davom qilish kerak. Boshqalarning xatoligi, bir organning mas'uliyatsizligi u kishilarni, umumiy xalqni o'zining vazifasidan to'sib qolmasligi kerak. Ikkinchidan, shaxs, organ va har qanday mavjudlikni bir gavdani ilohlashtirish, avliyolashtirish, dahiylashtirish, qahramonlashtirishdan saqlanish kerak. Aksicha, mas'uliyat, g'oya hammaning o'rtaq prinsipi va shaxs sifatida shaxsning o'ziga yuklangan ado qilish hammamizningki o'rtaq burchi sifatida buni umumiy yuzlik jamiyatning har bir a'zosining o'rtaq burchi sifatida qabul qilish kerak.